Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, mana shu kollagen sotadigan gruppani kuzatadigan qadrli kuzatuvchilar. Men dietolog, nutritsiolog Sadoqat Muhammadjonova 6 yildan beri mana shu sohada, dietologiya sohasida ishlayman. Juda ham ko'p insonlarning ozishiga yordam berganman va aynan men oxirgi paytlarda ko'rayotgan bo'lsanglar, faqatgina mana shu Sinalife kollagenlari haqida gapiryapman. Sinalife kollagenlarini butun o'zimni ozish kursimdagi va marafonimdagi qizlarga ham va qolgan mana shu kanalni kuzatadiganlarga ham faqatgina shu kollagenni tavsiya qilaman. Bilasizmi, nimaga bu kollagen oddiy kollagenlardan ajralib turadi? Birinchidan, buni ichishni boshlaganingizdan keyin 1-2 haftaga qolmasdan уже effektini sezasiz. Ya'ni arzonchi podelka kollagenlardan anchagina farqi bor. Keyin tarkibida kakao bo'lgani hisobiga, ayniqsa ozishda bu ishtahani bo'g'ishga eng zo'r yordamchi. Shunaqa hidi приятный, yoqimli. Men o'zim ham shaxsan bundan ichib yuraman. O'zbekistonda turli xildagi viloyatlarga osongina dastavka qilib berishadi. Bilasizlar, men Misr davlatida yashayman. Misrda 6 yildan beri yashasam ham, lekin bu darajada tezkor, hattoki Misr o'zidan ham narsa olmaganman-da. 2 kunga qolmasdan уже menga buni O'zbekistondan yetkazib berishdi. Bundan tashqari mana bitta ko'ryapsizlar, bu ko'rinishdagisini ham olganman. Endi bu birinchi ko'rinishdagisi Tibamet bo'lib chiqardi. Hozir faqatgina Sinalife bo'lib chiqyapti va mana bu versiyasi haqiqatda gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hop, bunisi esa vitamin C'li kapsulali varianti va bular ham просто juda ham zo'r ekan. Effektini bittada yo'q, bilasizlar. Pulingizga hech qachon achinmaysizlar. Asosiysi sog'liq uchun pul ayash kerak emas. Men sizlarga mana shu Sinalife kollagenlarini 100% meni kursimdan, ya'ni ozish kursimdan kirayotgan qizlar ham bor sizlar gruppaga. Faqat mana shu Sinalife kollagenlarga ishonaman va sizlarga ham tavsiya qilaman.